Ne böyle hani? Qarashasiz qolmaysiz. Assalomu alaykum. Dilbasir hurmatli sonida sizga 2 to'rt yo'l berib qo'yilganda bu yerda. Hop. Siz nega bunday shoshib chiqyapsiz? To'xtash kerak deyilmaganda. Nima deyilgan? Yo'l berib harakatlanish kerak. Yo'l berasizmi hozir? Men hech kimga xalaqit qilganim yo'q. Qanday xalaqit bermaysiz? Siz 2 to'rt yo'l Qarash akajon yozing. to'g'rida transport. Bo'ldi aka yozing bo'ldi. Qog'oz bayonnoma qiling. Barcha qilishda bo'ladi. Onlayn. Qog'oz qilasiz. Onlayn. Qog'oz. Şeyde şey yaptık ya anladın mı? Qog'oz bayonnoma qilasizmi? O'sha kim nomida? Yozilgan o'sha yerda. Ha? Sug'urtada yozilgan. Sug'urtada? Nima deb yozilgan sug'urtada? Yozilgan o'sha sug'urtada. Sizdan so'rayman, hurmat haydovchi. Kimga tegishli? Yo'q, sug'urtada yozilgan. Nima deb yozilgan sug'urtada? Ko'ring qani? Yo'q, qarang. Nima degan? Ha? Kimniki turibdi? Nima kim deb turibdi? Xo'p. Kimga tegishli so'rayapman men sizdan. Ayamniki. Shunda aytib deyimmi? Oldu taze geldi. Hem de operasyonu zaten dişiyor. Oldu yola gidiyor, oldu gidiyor. Telefon raqamingiz. Shart emas. Nima deysiz? Shart emas. Shartmi? Baribir men imzo qo'ymayman. Qog'oz bayonnoma qo'yishga majbur emassiz. Ma'muriy javobgarlik kodeksi 294-moddasini ogohlantiraman. Tuzilgan ma'muriyatda e'tirozga yuqori turuvchi organ bo'lishi haqlisiz. Imzo chekasizmi? Bitta xolis to'xtataman, bir bahs etaman, maylimi? Bayonnoma Nokta gitgan qo'ying. Zo'g'adagi. Shunga emas, kelmaydi. Shtraf kelsam o'ynashamiz. Video. Telefon ko'taradi. Hurmatli haydovchi, qoidabuzar yana bir tushuntirib o'tiraman. Yo'l harakati qoidalari 3-banda 2-4 yo'l belgisiga amal qilmasdan to'g'ridan keladigan transport yo'l belgisi harakatlanyapsiz. Siz to'xtab yo'l belgisi olishingiz kerak bo'lgan. Bilasizmi shuni? To'xtash deyilmagan. Nima deyilgan? To'xtash deyilmagan. Nima deyilgan? O'zim bilaman. Sudda gaplashamiz. Sudda gaplashamiz.
qanday o'zgartirasiz? Qanday mana kelyapsizmi? Akajon, video registrator bor, akajon, video registrator bor, bo'ldi. Ha. Tuzilgan ma'mur bu e'tirozga yuqori turuvchi organga murojaat haqlisiz. Hozir bayonnoma qilasiz. Sizga ma'mur bayonnoma rasmiylashtirdim onlayn tarzda. Menga onlaynga qarshiman. Bu Qarshi bo'lsa, bemalol yuqori turuvchi organga guvohnomangizni murojaat ko'rsating. haqlisiz. Guvohnomangizni ko'rsating. Sog' bo'lasiz. Guvohnomani ko'rsating, ey. Marhamat. Serjant Zairov Umid Abdurashidovich. Bittamingizni ko'rsam bo'ladimi raqamingizni? Hop, o'chishda nima deb o'qidingiz? O'qidim. Videoda bor. Videoda bor, o'qidim. O'qidingizmi? Nima? Marhamat. Raqamini ko'rsating. SN 0424. Sog' bo'lasiz.